Krem olganingizda doim to'plam olishga odatlaning. To'plam olingan krem siz xohlagan natijani tezda beradi. To'plamimiz ichiga gel umывания, молочко, tonik, ночной дневной kremlar va albatta SPF krem va albatta bitta skrab kiradi. Gel umываниyadan kuniga 2 marotaba foydalanasiz. Sobun o'rnida yuzni yuvish uchun ishlatiladigan gel hisoblanadi. Hech qachon sobundan foydalanmang. Молочко yuzimizni changdan va makiyajdan tozalash uchun yordam beruvchi vositadir. Tonik kremlarni yuz ichiga shimdirib beruvchi vositadir. Toniksiz hech qachon krem ishlatmang. Kremlarimiz Ночной дневнойni albatta nabor oling, sababi kechqurungi krem davolovchi, kunduzgi krem esa kechqurungi davolangan yuzni himoyalovchi bo'lib hisoblanadi. Albatta bizga quyoshli vaqtda SPF krem kerak bo'ladi. SPF krem quyosh nuridan yuzimizni himoya qiladi. Haftada 2 marotaba esa skrabdan foydalaning. Bu sizni yuzingizdagi qora, ko'rimsiz, yoqimsiz bo'lib turgan narsalarni tozalab berishga yordam beradi. Berayotgan maslahatlarim sizga qiziq bo'lsa, obuna bo'ling va dugonalaringizga jo'natib qo'ying.